各位观众朋友们，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第5季《Payvideo丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçılar, shundaqla yetakchi ustozlar. Ko'rayotganlar Urumchi radio televiziya stansi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqiti chekli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'g'ri universal san'at programmasi 5. qarar Payvideo Ipak yo'li sadosining yerim hal qilg'ush musobaqasi. Oldi bilan bugungi programmamizdagi 4 nafar yetakchi ustoz bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik 1-darajali kompozitor, ataqliq naqshchi, Şinjan Moda Muzika jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi Ablat Abdukim afandim, xushkepsiz qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining naqsh o'qituvchisi, lektor Ayshugul Muhammad xonim, qarshi olamiz, xushkepsiz. Zamonaviy muzikchiligimizdagi yangi yo'l ochquchi yosh kompozitor, naqshchi, Mevlana ansamblining qurg'uvchisi Mevlan Mamtimin afandim, xushkepsiz qarshi olamiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqsh o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim, xushkepsiz qarshi olamiz. Bugungi musobaqamizga yana bizning olqishliq bo'lgan san'atkorlarimizni, shunaqla mutaxassis ustozlarimizni ham alohida taklif etib oldik. Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik Partikom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Şinjanxo afandim, xushkepsiz qarshi olamiz. Fayningda ataqliq shoir, adabiy tarjimon, professor, Şinjan san'at sho'yanining sobiq mudiri Imin Ahmedi afandim, xushkepsiz qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajali kompozitor, san'at tadqiqotchisi Yasin Muqbil afandim, xushkepsiz, sizni ko'rib xursand bo'ldik. Şinjan Muqam ansamblining davlatlik 1-darajalik artisti, naqsh kasbi bo'yicha magistr aspirant, ataqliq naqshchi Muhammad Tursun Barat afandim, xushkepsiz qarshi olamiz. Memleketlik siyasi kengash a'zosi, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik san'at yurti opera umikining davlatlik 1-darajalik artisti Yuksak Shijoat afandim, xushkepsiz qarshi olamiz. Ataqliq naqshchi 4-qarar Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Tosh Muhammad Batur afandim, xushkepsiz qarshi olamiz. Ataqliq naqshchi 2-qarar Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Adila Sidiq xonim, xushkepsiz qarshi olamiz. Memleketlik yoshlar birlashmasining doimiy hay'at a'zosi, Şinjan san'at sho'yanining magistr aspirant yetakchisi, shundaqla milliy muzika tadqiqotchisi, kompozitor Wang Jianjiang qarshi olamiz, xushkepsiz. Şinjan san'at yurti opera umikining naqshchisi Shi Chunhui, sizni qizg'in qarshi olamiz. 欢迎您的到来。非常感谢各位导师和我们的嘉宾今天能够参加我们本期节目。Albatta barliq ustozlarning shundaqla bizning alohida takliflik mutaxassislarimizning, san'atkorlarimizning qimmatli vaqtini chiqarib, yerim hal qilg'ush musobaqamizga xayrli qadamlar bilan kelganligiga minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlarning qo'linglardagi bilet bilan balkim bizning mahirlarimizning hayotida zo'r o'zgarish bo'lishi, ularning bundan keyingi kasbiy taraqqiyotiga belgilik ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Shunlashqa ustozlarning navbatdagi programma vaqtida yüksek mas'uliyatchanlik bilan bizning mahirlarimizga eng adil baholarni berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Yana bir qatam programma gruppasi nomidan shunaqla ekran oldidagi barliq ko'rmanlarimiz nomidan sizlarga egilib turib rahmatlaymiz. Qarmag'aysizlar. Navbatdagi minutlarda 4-qarar Ipak yo'li sadosi programmasida chempion guruhlik sharfiga erishgan bizning olqishliq naqshchimiz Tosh Muhammad Baturni yiqimliq naqshlar bilan mahirlarga omad tilashga taklif etamiz. Sahnimizga barabar. Naqsham sahnada o'z chulasini topadi. Go'zallikim Payvideo yurishlik kirim buyumlari bilan chulasini topadi. Payvideo. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Payvideo sodichaklik shirkati mahirlarga omad tilaydi.
karvan aksi yangray azat el zamanıda Könglim sap nefes aldı Telkinin avazıdır Könglim sap nefes aldı Telkinin avazıdır Hoş sağlıklı güller Bulbullar havasıdır Hoş sağlıklı güller Bulbullar havasıdır Telk tağları değdi Toymayman cemaliyenda Toymayman cemaliyenda Akşam yetip çıktı Açı körkem davalga Akşam yetip çıktı Aşu körkem davalga Aşu körkem davalga Programımız davam etip yerim hal qilg'ish musobaqamizga kelganida musobaqa o'yin qoidamizdami oz o'zgarishlar bo'lyapti. Yerim hal qilg'ish musobaqaga kirgan 16 nafar mayir chek tortish usuli orqali maydonga o'z navbatida chiqadi. 9 nafar baholovchi mutaxassis yüzlük sistemi bo'yicha numar qo'ydi. Albatta bu 9 nafar ustozning qo'lidagi 100 numurliq bahoning ichidan eng yuqori numarni, shunaqla eng tuvan numarni chiqarib etib, numar hisoblandi. Numar yuqori bo'lgan oldingi 8 nafar mahir bizning hal qilg'ish musobaqamizga kirdi. Mahirlarimiz sahnamizga marhamat. Hurmatli yetakchi ustozlar, baholovchi mutaxassislar, navbatda bizning sahnamizda turayotgani Yangi Nur guruhi, izlash guruhi, Toshqin guruhi va Yashin guruhisidagi 4 dan bo'lib jami 16 nafar mahirimiz. Bu mayırlar növbətdə çək tartış usulu arqılıq özlərinin səhnəyə çıxış ücret numarını bəlgələydi. Qenonat xizmətçi xadimlarının qoludakı çək tartış taxtısını asanlar buludu. Bərəmət. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu
İpek yolu sadası Mübarek olsun barlıq dostlarımızdan özünün qo'lidagi numurga yarasha shu vaqtdagi ifodasining eng qaltis bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qanundaqda birinchi bo'lib sahnaga chiqish oldida turgan do'stimizni sahnamizga taklif etib olaydi. Qolgan do'stlarimiz tushib tayyorlikqa qashto'saq bo'ldi. Marhamat. Salam ustozlar, men birinchi numurliq mayi Rayhongul Jamoldan hammanglarga o'tliq salom. Rahmat Rayhongul, intayin ta'layli ekansiz. Bugun birinchi bo'lib naq maydonda mahorat ko'rsatish fursatiga ega bo'libsiz albatta. Mushu maydondagi ifodangizning texnik qaltis bo'lishini shundaqla nihoyat yaxshi natijalar bilan o'zingizning bugungi musobaqangizni oyoqlashtirishingizni umid qilamiz. Rahmat. Sizga omad tilaymiz. Marhamat. Men nihoyatda muvaffaqiyatli holda yarim hal qilg'ich musobaqaga kirdim. O'zim nihoyatda xush bo'lyapman, hayajonlanib turibman. Shu munosabat bilan meni untinsiz izchil qo'llab kelayotgan yo'ldoshimga, ikki opamga, urug' tuqqan qarindoshlarimga, do'stlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ham shundaqla nurg'un ajrlarni singdirgan Aygul G'ulom muallimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Şinjan Halkınat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi. Anamga gül bir ey değmen, anamga gül bir ey değmen. Mini bakınca basığa, işimdaki direy değmen. Mini bakınca basığa, işimdaki direy değmen. Atam niküldür ey değmen, anam niküldür ey değmen. Ayağı da kılıp kızmam, kuliğa su bir ey Anam sütü minim qarzim, atam ecri minim bəxtim. Vətənni gücmən eyləm, hayat teyzim sürey değmən. Vətənni gücmən eyləm, hayat teyzim sürey değmən.
tabiiylik va sopliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo Sodi Çekli Şirkti programımızın tajdorligini oldi. Bu programımızda rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash abditali alohida talab qilgan. Rayonimiz havasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Şinjan Yaşın Tibbiy Dorigarlik Chekli Şirkti programımız bilan strategik hamkorlashgan. Programımızda Beyjan Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Taşqın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla tartuq yurishlik kolalarimi alohida qo'llagan. Bu programımızga Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yangnur Biopantexnika Chekli Şirkti yaqindan yordam bergan. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash abditali mayirlarga omad tilaydi. Xo'sh, qadrli do'stlar, yuqorida bizning 1-nomerlik mayirimiz Rayongul o'z naqsini ijro qilib bo'ldi. Undaqda 9 nafar baholovchimizni nomer qo'yishga taklif etamiz. Marhamat. Buldu hürmetli bağlıqçılar, ondaqda nomer taxtanlarını көстіп baqsаңlar. Birinci bulup naqshini o'rlagancha jiddiylashdingizmi? Haqiqatan jiddiyleştim. Hozirgi kayfiyatınız-chi? 3-4 nomerlar chiqqan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi deb o'ylagandim, lekin sahnaga chiqqandan keyin o'zimni xil tutib oldim deb o'ylayman. Qani arama ag'ashtiring. Rahmat ustozlarga. Rahmat. Navbatda biz 2-nomerlik mayirimiz Nuriman Gulni sahnamizga taklif etamiz. 掌声有请我们的2号选手。 Bu qitimqi yerim asılgıç müsabaqaga kiralganimdan o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Men bu qitimqi müsabaqaga Qinzhang Gaoyuan mushu naqshlarni olib keldim. Ko'pchilikning yoqtirishini umid qilaman. Şinjan Alqanat xabarlishi mayirlarga omad tilaydi.还是那
庄严。我看见一座座山，一座座山川，一座座山川相连。呀啦嗦，那就是青藏高原。呀啦嗦，那就是青藏高Voy, kechib qolding ғой. Men shu yaşan yanaq süt içimligini alaman deb birimizga birdan. İşte birimiz birdan içeyli. Rayonimiz təvəsində təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Hürmetli körmen dostlar, bağlıqçı ustazlar. Yuqorida bizning 2 numurluq mayırımız öz naqsini bizga namoyon qilib berib bo'ldi. Undaqda numur qo'yishga boshlasak bo'ldi. Qani marhamat. Qani undaqda ustozlar numur taqtimizni ko'tarsak bo'ldi. Sizlarning bergan numurlaringlarni ko'rib baqaylik. Albatta Nuriman Gulning omadli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ham shundaqla sizga yaxshi natija yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Rahmat sizga, rahmat. Qani rahmat. Qani undaqda ustozlar, amdi navbatda birlikda birinchi bo'lib mahorat ko'rsatgan mayirimiz Rayhon Gulning navbatdagi numuriga qarab baqaylik. Men Parizat G'in. 20 yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rnab keldim. Güzellikini tabiatning tabiiy so'rg'isida sug'urib keldim. İslamga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidiyo nomi bilan tabiatning so'rg'isi sifatida sizga berib keldim. Gul ustidagi shabnam gul yuzini jurollandirsin. Siz gul, men shabnam. O'zimizga hasrat musul qo'shilgan Pavidiyo bo'laylik. Aptitaldaki filmlar ilansız süzüp yenilmiştir. Vakalat bir taktıp kırım kılalaysiz. İzleş tercümanı devlet ortak dil yazığı ügünüşteki en önümlü dital. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Akli iktidarlık. İzleş kirgizgüç, kolaylık ve köp iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpanlarının çıray ifadesi koşulgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemaklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yaşın Doğrugerlik Tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yaşın badam yanaq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yaşın badam yanaq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqalları. Men
arzigil xandan. 30 yillik san'at hayotimda yuzlagan naqshlarim minglagan yuraklarda po'rakladi. Ammo men xoslig'im va birli o'zim uchun birli mahsulotni tanladim. Sartan qizil alga ayollar tish pastasiga Sayram gulning qizil algasi ishlatilgan bo'lib, tishni chingitish, oqartish, tish milkini qo'g'dash, tish paqiriqligini asliga keltirish xususiyatiga ega. Ayollarning xos buyumi Sartan qizil alga ayollar tish pastasi. Dehqon o sehi tabiat qo'yindan hosil yiquvchilardir. Dehqon kang'ir ketgan etiz qirlarida pijg'irim issiqning taptida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan hayot bo'stonligimizni sug'arg'uvchilardir. Dehqon so'yimdir. Dehqon jafokash. Mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'utlari bilan hosil bergisi. Sartan alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur Biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Birinci numurluq mayirimiz Reyhan Gül'nün en yuqur numur bilan en tuan numurda chiqirib atgandan keyingi o'rtoq numuri 91.8. Muborak bo'lsin. Növbətdə səhnimizə 3-cü numurluq mayirimiz Daniyarni təklif etimiz. 接下来掌声有请我们的3号选手。 Ben yerim el kılgıç müsabıqı kirgenlikimden ait hoş buldum ve ayacanlandım. Şu münasebet bilen ahırda beni bekip çoğun kılgan ata-anamga, beni terbiyelegen ustazlarımga, idaramdaki hizmettaşlarımga, rehberlerimge, japakeş ayalımga ve ayalım tarafdaki ata-anamga çin köngümden rahmetimni aytaman. Rahmat sizlarga. Şinjan Elqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Qandarak ahvoling? Yaxshi, yaxshi. Ammo lekin chochlaring bek payzjuma. Bir maxfiyatlik vaqti bugun deb biretay-a. Paridioniki ma chash yuz yo'qligi mana. Haqiqatan. Nochibam, 2 soat kelsan birni. Rahmat. Shuni ishlasam chachlaring menikidek son bo'lib ketdi. Rahmat, rahmat. Tabiiylik ve saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi.
Birinci derecik mukofotga erishgan Mayirni Şinjan Pavideo Soda Çekiliş şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan Mayirimizni bo'lsa Şinjan Belikyar elektron texnika Çekiliş şirkati izlash abdetali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mayirimizni bo'lsa Şinjan Yaşın tibbiy dorigarlik Çekiliş şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan Mayirimizni bo'lsa Beijing Tashqi xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Albatta bizning 5. darajaga erishgan Mayirimizga ko'ngil sovg'alarimiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Yangnur Biopan Texnika Çekiliş şirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiblaydi. Beijing Tashqi xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarimizga omad tilaydi. Üçüncü numaralık mayirimiz Daniyarning ijrosini oyoqlashdi. Albatta yana davomli bizning 9 nafar bog'lovchi ustozimizni Daniyar uchun numar qo'yishga taklif etamiz. Qanundaqda marhamat. Barlıq ustazlarımız qolumuzdaki numaralarını kötərsək buldu. Çingəvəy laoşı cüyi şapay. Köptün köp rəhmət. Ondaqda sal turub biz Daniyarның umumi numarını birlikdə görürüz. Bulamdı? Qani mərhəmət. Qadirlik mehmanlar növbəti biz 2. numaralık mayirimiz Nuriman Ablatның numarını görüp baqaylı. En yuqori numar bilan en tövən numarını chiqarib atgandan keyingi o'rtaq numar 91.3 numar muborak olsun. Navbatda sahnamizga 4. numurluq mahirimiz Amir G'olibni taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. Yerim arqılğıç müsabaqa kirganligimdan intayin iftiqorlanib turibdiman. Bu bosqichda o'zimning texmi yaxshi ifodamni jari qildirsam deb o'ylayman. Mushu munosabat bilan meni qo'llab kelayotgan barcha urug' tuqqanlarimga, ota-onamga, xizmatdoshlarimga, akamga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Şinjan Alqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Yaxshimi ustoz? Qanday ahvoling, yaxshidingmi? Siz bu Sartan Alga chipasi obrazga kelib ekansiz. Qandayroq ekan bu chipasi? Ras yaxshi qara. Qanday yaxshi desang, hozirgacha sen ishlatib boqqan chipaslarning hech qaysi o'xshamaydi mana bu. Ishonmasam bir ishlatib boqsan. Bo'ldi. Sartan Alga chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangnur Biopan Texnika Çekiliş şirkati mayirlarga omad tilaydi.让心在散乱中死去，让爱在灰烬里重生。烈火烧过青扫痕，看看又是一年春风。离开花洞，暗香残留，香消在风起雨后，无人来赎。如果爱告诉我走下去，我会拼到爱尽头。心若在散乱中死去，爱会在灰烬里重生。难忘这
让心在灿烂中死去，让爱在灰烬里重生。烈火烧过尽伤痕，看看又是一年春风。当花瓣离开花朵，暗香残留。如果爱告诉我走下去，我会拼到爱尽头。气若在灿烂中死去，爱会在灰烬里重生。难忘缠绵细雨细，用你笑容为我祭奠，让心在灿烂中死去，让爱在灰烬里重生。烈火烧过尽伤痕，看看又是一年春风。当花瓣离开花朵，暗香残留。好的，各位评委，我们的4号选手的演唱已完毕，大家可以给他打分。那请各位评委老师举一下牌。非常感谢，köp rahmat. Qandoqda sal turib, umumiy numarini bir ko'rib baqaydi, ha. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlamoqda. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Halqish bizni texmi yaqinlashtirdi. Har bir olgan nafaslarim, besimlarimni yeniklatdi. Uning hidi nafaslarimni xushbaroq qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan har uchrashganimda hidlaringdan masxush bo'laman. Seg'inganimda halqishdan hidingni turayman. Halqish xushbaroq seg'izdiri mening tanlashim. Halqish. Xinjiang Halqish xalqaro savdo-chekilik shirkati. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundep, tizlikte qaytib,
Qani için mihmolla desem Kola bulam şundak bula Dep bulap həcəb uçkəndə Yığızını açsınız da mükafat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algı tiş pastasını bilemsiz. Sertan tiş pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukukuga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı tiş pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang kolumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Turkan Nobeyji, Kuchiyingizni tozalashda huzur. Nima yeysangiz shu huzur. Kunda bir tal yeysangiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Kuchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdeş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdeş tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdeş kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishligi. Pavidio. Azmat dаңlıq maşınlar remotxanası amraq maşınınızın pərvişçisi. Maşını remot qilish, asrash, zapchas almashtirish qatorliq turlarda oliy darajalik maşınlarga mulozimat qilamiz. Ilg'or uskuna qobil ustamlar amraq mashiningizni sistemalik tekshirish va remot mulozimati bilan ta'min etadi. Azmat dаңlıq maşınlar remotxanası. Rayonimiz təvəsində təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi. 好的，亲爱的朋友们，让我们一起来看一下我们3号选手的得分。 3. numurluq mayirimizning o'rtaq numeri 95,4 numur. Muborak bo'lsin. Navbatda sahnimizga 5. numurluq mayirimiz İlyas Baxtiyorni taklif etamiz. 接下来掌声有请我们的5号选手。 Men bu qitimqi yarim hal qilg'ich musobaqaga kirganimda intayin xushal bo'ldim. Men shu munosabat bilan ota-onamga, do'st birodarlarimga ham ustozimga alohida rahmatimni bildiraman. Şinjan Alqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. O gecede yürümen tenha Tapalmağaş oydek yüzünni Kılalmadım derdim giderman
qilay debmi yana o'zimni bu kechada yurman tanha Tapalmağaç aydek yüzümni Kılalmadım derdimge derman Kılay debmi yana özümni Bu gecede yürümen tenha Yürər yana bir yarım yalğız Qaydın tapay bəxtimni izləyər Bu gecədə yürümən tənha Tapalmadım bir seni izləyər Yürər yana Alalmadım hiç kimden cevap Ötmey günüm yolunga qara Qaydın tapay yalğızım seni Öter yaşlık bir sana qara Alalmadım hiç kimden cevap Yani yarın bir sana qara Qaydın tapay yalğızım seni Öter yaşlı bir sana qara Bu gecede yürümen tenha Tapalmağaç aydek yüzümni Kılalmadım derdimge derman Kılalmadım yana sözümni Bu gecede yürümen tenha Tapalmağaç aydek yüzümni Kılalmadım derdimge derman Kılalmadım yana sözümni Kılalmadım yana sözümni Ada çoğla öbezdeyli degende yaxşırak tavsiye kıldıgan öbezekçilik şirketleri barmıdı? Ba. Müşü Google xonla bezekçilik şirketiga basanlar buldu. Öýünü bek yaxşı bizeydi, layihasy şundak yaxşı, bahasy bek muwaffiq, hem süpet kapalıtı ba. Şeýle beriňlarçy, müşü biziň Parido Yepek Ýöli sadasynyň riýasatçysy Nijat Veli Ýakupmy aş şirketi bezetken. Ha, sundaq kende ada rahmat. Tabiiylik ve saplıqni asas qilib ishlangan kozur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo Sodichaklik şirketi programımızın tajdorligini oldi. Bu programımızda rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil e'lonsiz suzuk filmlar mujassamlangan izlash abditali alohida talab qilgan.
Rayonimiz əvvəlsində təbii içimlik işləp çıxırı sahəsidəki Qollluq Karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çəkili şirkəti programımız bilan strategilik həmkarlaşqan. Programımızda Beyjan Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guruhi taşqın yürüşlük sağlamlıq məhsullatları, şunaqla tartuq yürüşlük kolalarımı alayda qollagan. Bu programımızga Sertan Alga Çispası qatarlıq patentlik ali məhsullatları bilan alqışqa erişkən Şinjan Yengnur Biopentexnika Çəkili şirkəti yaqından yardım bergen. 我们的5号选手已经结束了他的表演，那请各位老师开始给我们的5号选手打分。Əməklə birlikdə numar taxtımızı göstərsək buldu. Çin Liang Pai. Köptün köp rahmat. Buldu. Rahmat sizlərə. Qınındaqda aramağa açdıq buldu. Mərhəmət. 好的，各位评委老师、各位导师，让我们一起来看一下我们4号选手的平均分数。 Adaş yaxşımı, yaxşı tudummu? Bedellerin bek tüptü adaş. Adaş ben sana taşqın 5 xil danlıq ziraat aqsil talqın demen sana ep geldim. Bunun aqsil nisbeti bek yuqur ki adaş. Anandaki işsen mo, en noçeri qansiz. Beyjing Taşqın Xalqara Pay Kontrol Guruhi taşqın yürüşlük sağlamlıq məhsullatları və tartuq yürüşlük kolaları mahirlərimizə omad tilaydi. Bizning 4-cü numurluq mahirimizdən ən yuqur numur bilan ən tövən numurda ilib etgəndən keyinki ortaq numuru 90 numur. Mübarək olsun. Növbətdə səhnəmizə 6-cı numurluq mahirimiz Zhang Run'ı təklif etdimiz. 接下来掌声有请我们的6号选手张润。大家好，非常开心能够进入到丝绸之路之声半决赛的角逐。哎呀，真是越往后这个我的心都砰砰的跳，越往后这个越紧张，压力感觉陡增，把我觉得当时的感觉和状态最好的那首歌拿出来唱给大家听，希望大家多多支持我。我是张润。 Şinjan El Qanat xəbərlisi mahirlərə omad tilaydi.当我感到疼痛，就想让你抱紧我，就像你一直做的那样，触摸我的灵魂。每当我迷惑的时候，你总给我一种温暖，就像某个人的手臂紧紧搂着我的肩膀。 每当我中途无助，就像山坡上滚落的石子，可是只要想起你的名字，我总会重拾信心。每当我失去方向，就像天上离群的燕子，可是只要想到你的存在，就不会再感到恐惧。 我爱你，中国，亲爱的母亲，我为你流泪，也为你自豪。我爱你，中国，亲爱的母亲，我为你流泪，也为你自豪。 希望你把我记住，流浪的孩子。无论在何时何地，我都想念着你。希望你能够知道你对我的意义。无论在何时何地，你就像我的生命。 我爱你，中国，亲爱的母
好的，很高兴在我们的半决赛舞台上再次见到您。那各位评委老师可以打分了。各位老师，请亮一下牌。接下来，让我们一起来关注一下我们5号选手的得分情况。Dehqon o sehi tabiat qo'ynidan hosil yiquvchilardir. Dehqon kang'ir ketgan etiz qirlarda pijg'irim issiqning taptida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan oyat bo'stonligimizni sug'arg'uvchilardir. Dehqon so'yimlik, dehqon jafokash, mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'itlari bilan hosil bergisi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Dada apa qaranglar mao sardan soğuk su olgu içimliki. Soğuk su dedin o balam. Soğuk su içmey. Sudiye aynen kızlık çeyin içeyle. Soğuk su emas, sardan soğuk su olgu içimliki. Hay adam, bu bala hallı içimliki demdi o nime? Yo'q dada apa, bu Yenginoor şirketi ishlab chiqargan soğuk su olgisidan ishlangan ichimlik. Sardan soğuk su algı içimliki Sayram Kölü'nün evrişki elingan Tiyanshan soğuk su algısından işlengen. Sardan soğuk su algı içimliki. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Azimat dаңлıq maşınlar remotxanası amraq maşınınızın pərvişçisi. Maşını remont qilish, asrash, zapchas almashtirish qatorliq turlarda oliy darajalik mashinalarga mulozimat qilamiz. Ilg'or uskuna qobil ustamlar amraq mashiningizni sistemalik tekshirish va remont mulozimati bilan ta'min etadi. Azimat dаңlıq maşınlar remotxanası. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab, tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, qola bulam shundaq bular, deb bo'lib hasha qo'chganda. Yig'izni açsınız da mukofot chiqadi. Tartiq kola. O'z ajri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemaklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan.
numurluq mayerimizdən ən yuqur numur bilən ən tövən numurunu ilib ətkəndən keyinki ortaq numuru 90.8 numur mübarək olsun. 接下来让我们掌声有请我们的7号选手. Növbətimiz 7. numurluq mayerimiz Ehsanni səhnimizi təklif etdiniz. Səhnimizə mərhəmət. Mən bu qitim yerim əl qılğış basqışlıq müsabiqəyə oңышlı qaldı kirgənlikimdən xoş oldum. Mən bu basqışqa Tugot şanım üçün seğinğan yar qatarlıq naqşlarını ip gəldim. Özümnің səkindiki altımның yaxşı olışını ümid qılıma. Həm şunun olan birlikdə başqa savaqdaşlarımның kimi yaxşı nəticələrini qolğa keltirişigə tiləkdaşlıq bildirmə. Şinjan Elqanat xəbərlişi mayırlarga omad tilaydi. İşim püştü qaramıda qiziqarlıq, yaxşı filmlarni beradigan updatelar bormi? İzdəşin düşürək? Uni qadar düşürməz? Düşürək izdaş deb bassam bo'ldi. Bo'ladi ekan. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash updatali mayirlarga omad tilaydi.谁不爱自己的母亲，用那滚烫的赤子心灵？谁不爱自己的母亲，用那滚烫的赤子心灵？长江黄河欢腾着深情，我们对你的深情。谁不爱自己的母亲，用那闪光的美妙青春？谁不爱自己的母亲，用那闪光的美妙青春？蓝天大海充满着忠诚，我们对你的忠诚。亲爱的祖国，思乡的母亲，蓝天大海充满着忠诚，我们对你的忠诚。啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。Malum
kiyimni bek yarashtirib kiysiz. Qaysi markadagi kiyimni kiysiz? Ben odatda dilkar kiyimlerini kiyman. Bu dilkar kiyimler hem de hanım qizlar shundoq yarışdı deb o'ylayman. Hem bek süptimi bek yaxshi. Onun üstü shunday yarışimliq. Rəxtlərniki süptimi bek yaxshi bo'lg'achqa men shu dilkar kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Men bu yerga berib ko'rib baqsam bo'ldi ekan. Ko'rib beqing shundoq nurg'un posondir bor. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Pay video sodi çekilish şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan Mayerimiz bo'lsa Şinjan Belikyar elektron fan texnika çekilish şirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mayerimiz bo'lsa Şinjan Yaşın tibbiy dorigarlik çekilish şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan Mayerimiz bo'lsa Beyjing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Albatta bizning 5. darajaga erishgan Mayerimizga ko'ngil sovg'alarimiz bor. U bo'lsa-mu Şinjan Yangnur Biofan texnika chekilish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiblaydi. Xo'sh, hurmatli baliqchilar, undaqda 7. nomerlik Mayerimiz ehson uchun nomer qo'yishga boshlasanglar bo'ldi. Marhamat. Undaqda nomerlar berilib bo'lgan o'xshaydi. Chenga va Laoshi Lian Shaphay. Qani undaqda nomerni birlikda ko'rib boqaylik. Rahmat. Qani aramaga açtırsak oldu. Mübarek olsun.好的，各位老师，让我们一起来看一下我们的6号选手的得分情况。Eng yuqori nomer bilan eng tuvan nomerni chiqarib o'tganda 6-nomerlik Mayerimiz Jangrunning erishgan o'rtaq nomeri 92.6 nomer. Muborak bo'lsin. Navbatda sahnamizga Mirzahmatni taklif etamiz. 接下来掌声有请我们的8号选手。Marhamat. Ben de kirib, nihoyatda xush oldum. Ko'pchilikning davomli qo'llashini muhtojman. Mush munosabat bilan birinchidan ota-onamga rahmat aytaman. Yani ikinciden Aygül Muallim, ustozlarimga, Nurshad Kamlaga rahmat aytaman. Oxirida mush arzu armonlarimga yetkazgan sen menga bir sahni Şinjan halkına xabarlashi Mayerlarga odatlaydi.
Negaste mi modo cambió. Quiero ser tu amor eterno. Me había esperado tanto tiempo. Negaste mi modo Hada 8号选手的演唱已经结束. 8. numurluq mayerimizning numeri yuqorida o'rinlanib bo'ldi. Undaqda har qaysi ustozlar numur berishga boshlasak bo'ldi. Marhamat. Undaqda ustozlarning bergan numerini ko'rib baqaylik. Qing, Laoshimin, Liangpai. Mübarek olsun. Kanundaqda sal turib biz o'rtaq numerini ko'rib baqaylik. Aramag'ashtirib, marhamat. 好的，让我们一起来看一下我们7号选手的得分情况. 7. numurluq mayirimiz Ehsan Abdukerimning eng yuqori numeri bilan eng tuvan numerini ilib atgandan keyingi o'rtaq numeri 97.2 numur. Mübarek olsun. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, shunaqla bog'liqchi ustozlar, ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani 5-qaror Pay video Ipak Guli Sadosi programmasining yerim hal qilg'ish musobaqasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Navbatda bizning olqishliq yosh naqshchimiz Adila Sidiqni sahnimizga barliq mayirlarga omadlab bir naqsh hadiya qilishga taklif etamiz. Sahnimizga marhamat. Acılıp saçılıp bir gülmese vay vay. Ya
Növbətki minutlarda səhnimizdə elib berilayotqаны bolsa proqramımızın yerim hal qılğuş müsabiqəsi. Əmdi səhnimizə 9-cu numurluq mayırımız mana onu təklif etdimiz. 掌声有请我们的9号选手。Hello， 大家好，我是参赛选手马老。经过一轮的博弈以后啊，又进入了下一轮的这个比赛。哎呀，真的我觉得很庆幸啊，很幸运。希望大家能够为了自己的这个梦想去勇往直前的去一直追逐下去。那在接下来的比赛啊，还是再次祝福所有的选手，也希望我自己能够取得更加优异的成绩。我们决赛见。 Şinjan Elqanat xəbərlişi Mayırlağa Ahmet diləydi. 宁静的小城外有一个笨小孩，出生在60年代。10来岁到城市，不怕那太阳晒，经过了70年代，发现那城市里朋友们不用去灌溉，花自然会开。转眼间这么快，这一个笨小孩又到了80年代。 20岁到头来不算好也不坏，经历了90年代，最无奈他自己总是会慢人家一拍，没有钱在那口袋，还要向着胸口摆摆，要勇敢站起来，不用心情太坏。 妈妈说城市里男不坏女不爱，怎么想也不明白。到头来自然爱，我只是更精彩，别人要义的乞丐。笨小孩依然是坚强的，像石头一块。晚上有寂寞难耐，还要向着胸口摆摆，要勇敢站起来，不用心情太坏。 胸口摆摆呀，勇敢站起来，管他上山下海呀，还要向着天空摆摆呀，别想不开，老天自有安排，世界爱笨小孩。 非常感谢，今天马老老师给我们送上了一首叫做《笨小孩》的这么一个歌曲，是吧？陪伴我们童年是吧？是吧？童年时期的一首歌曲。Qani undaqda numar taqtanlarni ko'rsatsanglar bo'ldi. Marhamat. « 好的，那稍后我们一起来关注一下平均分数，好吗？好，谢老师。请大家一起来关注一下我们8号选手的得分情况。Hürmetli ko'rman do'stlar, 8 numurluq mayirimiz Mirza Ahmad Yarmamatning eng yuqori numeri bilan eng tuvan numerini ilib o'tgandan keyingi o'rtoq numeri 94'tün, ondan 1 numar muborak bo'lsin. İpek yolu sadası, sevginin yok cirası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok cirası, hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok cirası, hoş avazla
İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünüm yok sigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası Karvan varisi aman yeter bileke İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası yolu sadası Söygünün yok cigrası İpek yolu sadası Hoş avazlar Karvan varisi aman yeter bileke İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası İpek yolu sadası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Hoş avazlar seynası İpek